Yasin, oy, Yasin bayvatcha. Qaraganda, o uyingninki o'zingga tas maskanmayotganligini az to'la his qilib qapsan-da. Bo'pti. Uy elvag'icha yataqda turib tursangmi? Turib turg'in. Qaradash, degan divona birski. Divona? Ha, ma gap sal eshib ketdimi, qandaq? Satolga bizni pach qo'yibdi. Tilamchilik qilganimda men yotoq qilib kelganman. Satolga yaxshimiz asror yemag'imizga qarsangiz, siz qanday taqasiz? Ma shu eng qimmat yotog'ingizdan bilish bering. Efendim bizim bu yerga yataklar, oliy daraja yataklar, bir qimmat. Sizga muvaffaq yatak ichmasam bo'ladimi? Siz meni pul yo'qda qoldingiz, ha? Men sizga qo'ya qaraman, men davo qilib puldan boshqa ishim qolmadi hozir. Nurg'un pulim bor meniki. Shu eng qimmatni men iching. Qarang efendim. Ha. Bizning bu yerdagi eng yuqori yotoq nomasi 16888 ko'y. Hozir paliyat basi 9999 ko'y. Ha. Siz bu yotoqda yota oladigan emas-ku. Siz ma üstü bishim qarab yaratmadingizmi ya? Men sizga qo'ya qaraman, meni olib qarang. Nurg'un pulim bor meniki. Shu eng qimmatini iching menga. Bu yotoqchi yetma deb yetammaysiz. Qanday yetudamsa? Bu yotoqda yetish uchun cho'qim almos karta bejirishingiz kerak. Qanday bijirlash kartini? Bu kartani bejirish uchun avval 500 ming qachilaysiz. 500 ming bormi? Xo'p, 500 ming bormi? Men sizga aytib qo'ya qaraman. Men askarlikning ichida odam bormi? Nima oldi, nima o'rgantiribsizlar? Direktor, bu yoqda bizning zoto telefon ochma deydi. Qarasam, ochib oladigan talat yo'q. Mehmonlar unda qo'pollik qilmang, Rayla. Efendim, siz dong-dong telefon ochmoqchimi? Rost aytmoqchi yoshimda. Menga 1 yil yetimi. Qanday masala olma? Chaqchaq so'zmaydi, efendim. Chaqchaq qilmadim men. Hisoblama 1 yillik qancha pul ekan? Hisoblab boqing, Rayla, 1 yil qancha pul ekan? Bir yillik yatak bilan 3 million 649 ming 635 ko'y bo'lgan. Mana karta. Surkini? Rayla, turqin. Karta shu o'qib bo'lgan kun pulni qaytarib bo'lmaydi-mi? Va ansir menga. Yasin, sen meni yana bir qatim hayron qoldirding-mi? Men seni brat damikin desam, udulla 1 yil deding-ku. Men o'sha sening pul tepishingdan pul xajlashingga bakrak havas qilib kelyapman-jumi. Bizniki Maqsarayning suyuqli ishini efendim. İsminiz nima bo'ldi ekan? Yasin. Yasinlar, ben o'zim boshlaysiz sizdan. Kartangizni o'tirgan Men ko'taraman. Yo'q. Послушай, çıktı. Çıkıldı fakat ormandan orası bagajımı taşımayın. Yasinning qandaq odam ekanligini, nima ishlarni qilib etadiganligini aldirmay bilib qolsizlar.